Agarda siz bu yilam archa ola olmasam kerak deb xafa bo'lgan bo'lsangiz, mana shu ko'rib turgan naboringizni atiga 101 ming so'mga oldim. 120 santimetrli archani atiga 43 ming so'mga oldim. Dastavkasi ham uyingizgacha mutlaqo bepul bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga fiting qilib jo'natib qo'ying. Ketdik. Buning uchun taksi chaqiradigan Yandex.Go ilovasiga kirib olamiz va u yerdan market bo'limiga kirib, aksiyaga tushgan 1 m 20 cm 69 mingli archani savatchaga o'tkazib olamiz. Va endi archani bezatish uchun archa bezaklari deb bir maketdan o'zingiz archangizga qo'ymoqchi bo'lgan xohlagan narsalaringizni savatchaga o'tkazib chiqasiz. Bu promokodim birinchi zakaz uchun 150 ming va undan yuqori xaridlarga amal qiladi. Dastavkasi uyingizgacha mutlaqo bepul bo'ladi. Bu videoni archa olmoqchi bo'lgan tanishlaringga va yaqinlaringga yuborib qo'ying. Bu yil ular aniq archa olishlari shart. Ilovada hamma narsani topishingiz mumkin. Promokodim faqat archaga emas, ilovadagi hamma narsaga amal qiladi. Agar kimdir zakaz qilishga qiynalsa, bichkamga yozinglar. 157 ming bo'ldi jami. Promokod degan joyiga bir baxt deb katta harflarda yozib olamiz va qarabsizki, to'g'ridagi strelkani bossalaring 55 ming chegirma qilib, archa 43 mingga aylandi. Bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'ying.